Assalomu alaykum Fahriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Eldor akamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'ylarning narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa akalar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga yakshanba 2-avgust 2026-yil. Akalar videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib, like bosib tomosha qilaverasizlar. Bu yog'ida Eldor arzonchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Fahriddin Uz kanalining aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videolarimizni o'tkazmay like gumbullatdinglar. Xudo xolasa ayiq bilan bemalol olishaveradigan variantlar. Bir rubodor qo'yadigan. Bir rubodoradi bu. Janavarlarni qarang aka, hammasi bir-biridan semiz, oyoq qo'llari uzun aka, bellari baquvvat. Soni nechta aka bular? Soni 30 bosh Fahriddin. 30 dona bir pachka. Janavarlar. Fahriddin buni yungini oldirgizmaganimizning sababini aytib o'taylik. Hop. Hop. 6 oylikdan yuqori qo'zi o'zi bo'ynidan tulashni boshlaydi-da, bo'yni tomoni, quyrug'i tomonidan tulashni boshlaydi. 7-7,5 oylik qo'zi uka. 7-7,5 oylik akalar atrofida. Shuni farqlashib olsin degan oluvchilar oldirilmagan, oldirgizganimiz yo'q. Oldirib berishsin deysa, oldirib ham berilaveradi. Bir qator akalar oldirib ham berilaveradi. Muammosi yo'q. Chunki qo'zini aka bitta liboyni ushak mashining ichidan torting oyog'idan mayda-chuyda qo'ymas aka. Mana qo'ydi qarang. Salkam ekitishda damini beradi. Chunki mana bu jullar aka birinchisi tulab, ikkinchisi chiyapti uni janavarlar. Mana bular qarang. Ular qarang. Usta zo'radan. Bir-biridan bular yem bersangiz aka kun sayin o'zgaraveradigan varianti. Mayda-chuyda aka lakassa. Lakassani tashlab beramiz bir qator. Aytar. Lakassani tashlab beramiz, yemini yeb turibdi. Bug'doy yorma kepakka aralashtirib beryapmiz, yeb yotib yemga o'rgangan. Yemga o'rgangan o'zi aka holatini ko'rib turibsiz. Kichkina qo'zi emas, 7,5 oylik, 8 oylik. Chunki mana bular qarang, o'ta katta-da bu janavarlar. 30 ta hammasi qo'chqor aka. Hammasi bari qo'chqor. Yeb ichariga olsa yana bir hafta mumkin sinov muddati bor akalar, berilaveradi. Bitta like bosib qo'ying. Mana sizga aka 30 ta zo'radan, ko'chatidan. Aka narxi qanchadan deymiz bu 30 dan? Narxini Fahriddin qo'zi zo'r ekan, yosh o'ylar katta ekan. Qo'zi aka bir kelib qolibdi deb 5 million deyish yo'q bu Fahriddin. Har safar Eldor arzonchida bozor narxidan bu narsa 800 mingdan arzon baribir. Baribir yengil bo'ladi. Xudo xolasa bozor narxidan 600 ming orqasiga chiqarib beramiz arzoniga. Bu safar Eldor arzonchida shunaqasilar bugun. Mana uni bir joyga oldim degan obunachilaringizga 4 million 400 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib beramiz. 4 million 400 ming so'mdan akalar Samarqandgacha ketdi. Metrda qo'ysangiz aka 75 yuqori. 80 75 pilisga olishaveradi, qo'zi 80 chiqyapti. Qo'zi lekin akalar 80, lekin yungini olib deysa oldirib ham beraveramiz. Oldirib ham beraveramiz, muammosi yo'q uni. Telefon qilsa ish bitadi aka. 4 million 400 ming so'mdan qancha kami bor? So'raylikmi? Fahriddin savdosi bor, ha? Savdosi bor, telefon qilsin. Savdosi bor, tanlab olishga ham misol uchun 200 mingni o'tib berasizmi? Fahriddin 200 ming emasmi, uni labzingizda olib 100 mingni o'tib beramiz. 4 million 300 ming so'mdan. 4 million 200 ming so'mdan zo'r o'lar narxi. 4 million 300 dan bir joyga olishaversin Fahriddin. 42 dan. Olissin 42 dan. Barakasini bersin. 4 million 200 ming so'mdan. Issiqda qiynamayin. Issiqda akalar qo'ylarni ham qiynamasdan mana ketdi. 4 million 200 ming so'm. 200 ming so'mdan aka ketdi 30 tasi. 4 million 200 ming so'mdan Samarqandgacha dastlabkasini ham qilib beramiz. Tanlab olishga aka kelishtirib berasiz. Ha, uni savdosi bor Fahriddin. Telefon qiling aka, to'liq ma'lumotini donalab olishga Fahriddin. To'g'ri. Kelishtirib berasiz telefon qiling. Yo'q, kelishtirib beramiz. 4 million 200 dan tepasiga kelishtirib beriladi-da, Minusi ham bor, minusi ham bor aka. Ha, shunaqa. Holatiga qarab turib akalar kelishinglar. Telefon qilib aloqaga chiqing, like bosib qo'yishni unutmang. Telefonda to'liq ma'lumotini olasiz. Dastlabkamiz Samarqandgacha. Samarqandgacha yetkazib beramiz. Samarqandgacha yetib boradi aka. Bu birinchi partiyamizmi? Aha, bu birinchi partiyalarimiz. Xudo xolasa tomosha qilib tursa, yana ikkinchi partiyamizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, endi akalar ikkinchi partiyalarimizga yungilari olib qo'yilgan boqishga tayyoridan so'ragan akalarimizga mana sizga aka qo'zilarga ham yaxshilab e'tibor bersangiz, oyoq qo'llari uzun, bellari baquvvat. Kim olsa ham maza qilib boqadigan variant. Soni nechta? Mana bunda ayta Fahriddin, mana qo'zi ajrasa ko'rinadi-da. Soni 30 bosh Fahriddin. 30 dona akalar, bir pachka. Sariq deysizmi, kashtang deysizmi? Necha oylikdan aka bular? Bularda yosh oyligiga Fahriddin 6,5-7 oylik.
toza Qirg'iziston beshket qo'zisi. 7 oylik atrofida ishtahasi zo'rligi ekan, mana bu qo'ydan bilib olsangiz bo'laveradi. Janavar. Bularga ham bir hafta 10 kun akalar sinov muddati bor. Telefon qilib aka to'liq ma'lumotini telefonda olaverasiz. Holati zo'r. Aka, Yemoq ichmog'i Xudo xolasa 10 kunga garantiyasini beraman. Ichki tashqi parazitiga vaksinalarni qildirgizib qo'yilgan. Aka, qanchadan deymiz narxini? Bo'ladigan. Narxini bir joyga oldim degan obunachilaringizga 4 million 200 ming so'm emas, 4 million 100 ming so'mdan rasprodash. 4 million so'mdan. Martqa-mart dangalga 4 million 100 ming so'mdan arzon bo'lsa, aka. Ey, olas. barakasini bersin. Mana o'ga endi aka. Qo'yda qiynamayman deganlaringizga tas ma'lumot chiqmam demayapti, Fahriddin. Kirgizib beraveramiz. Ketdi mana. 4 million so'mdan mana bular. Bitta o'tyapti turganda aka. Telefon qilib aloqaga chiqaverasiz. 4 million so'mdan lekin arzon Fahriddin, bozorda ham bermaydi lekin bular. Lekin qulay, yengil bo'lyapti akalar. Like bosib, telefon qilib aloqaga chiqing. Tanlab olishga. Tanlab olishga savdosi bor. Yo'l kirasiga yordam qo'yarishadi. U savdosi bor deb 200 ming, 300 ming qo'shib olmaymiz Fahriddin. Qozmas pilisi bor aka. Bor. Zo'r. Bu endagi ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamiz. Partiyalarimizga akalar arzonrog'idan so'ragan akalarimizga bu ham Qirg'iziston Bishkek. Bari Qo'chqor Fahriddin Qirg'iziston Bishkek qo'zilari. Qo'chqor. Bularning yosh oyligi 5,5-6 oylik. 5,5-6 oylik atrofida, lekin suyaqli qo'zilar ekan. Suyaqli qo'zi, oyoqli qo'zilar. Mo'la qarang Fahriddin. Yemoq ichmog'iga Xudo xolasa bir hafta 10 kun kafolatini beramiz. Bularni ham ichki tashqi parazitiga vaksinasini qildirgizib, qo'zi boqishga tayyor. Buni kuzga davr dalada yetalab boqishadi Fahriddin. Kuziga shu bilan qishchi emlashaveradi. Shunaqa variantda. Qishi bilan emlab bahorda sotaverasiz ekan. Mana sizga. Yeb-icharlari yaxshi. Bularda ham sinov muddati bor. Sonini nechta dedik? Soni 26 bosh. 26 dona. Ikkita bo'lsa ham bitta bo'lsa degan akalarga-da bu Fahriddin. Olib tashab qo'ying aka. Kun sayin o'zgaradigan variant. Qo'ylar chiroyli, sifatli, holati yaxshi, yungilari olib qo'yilgan. Dumbalari aksariyat ko'piniki tik dumba. 26 dan narx aka. To'g'risi aytdi-ku. Tas ma'lumot 4 million emas Fahriddin bular. 4 million. Bir joyga olasiz. 4 millionning pasida. 3 million 900 ming so'mdan. Hali bunaqa qo'zi bozorda ham ko'rganim yo'q. 3 million 900 100 ming o'tasi olasizmi aka? Fahriddin, uni bir joyga olsa 200 ming o'taman. 3 million 800 ming so'mdan. Barakasini hammasini bir joyga olsa 700 ham beraman. Samarqandgacha aka 37 dan. Zakonni bo'ladi. 800 dan zakonni bo'ldi. Hozir bundan keyingi partiyada yana ham tushib beramiz Fahriddin. Tushib beriladi aka. Tushib beriladi, xudo xolasa. 3 million 800 ming so'mdan savdosi bor ekan. 800 ming so'mdan telefon qilsin, telefon qilgan odamni ishini bitiraman Fahriddin. Telefon qilib aka aloqaga chiqaverasiz. Ketdi mana 38 dan chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Qo'y ko'p bugunga akalar. Maqsad sotish. Telefon qilib aka aloqaga chiqaverasiz. Telefon qilsin, telefon qilgan odamni ishini bitiradi Eldor Arzonchi. Puli yengilidan so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz. Olib maza qilib boqadigan variant. Bitta like bosasiz. Eldor Arzonchi bugun bahor narxiga qaytadi. Bahorda sezonda boshi var qo'zi sezon. Hop, shunga qaytaradi Eldor Arzonchi. Bu arzonroq, lekin qo'zilar akamda e'tibor bersangiz suyaqli. Hozir Bishkek qo'zisi bu ham. O't hashahladi yeb. Hali o'tgan yil ham bu narxda, hozir men narx chiqaraman. O'tgan yil ham bunaqa narxda Qirg'izning qo'zisi sotilmagan Fahriddin. Mana. Lekin aka soni nechta dedi buni? Soni 25 ta. 25 ta, bir pachka, bir qo'ra. Bir hafta garantiyasi bor. Lekin borgandan keyin akalar bir qator o'zlaring ham licheniyasini qildirib qo'yinglar. Beyda birinchisi bo'lgan aka. Birinchisi bo'lgan Fahriddin, ichki tashqi parazitga vaksinasini qildirilgan. Hop, borgandan keyin yana bir o'zlari uchun qildirib chunki akalar ukolda ish katta. Ukolda har 15 kunda bir akalar ishtahasiga, boshqasiga, ichki tashqi parazitiga, mana jigar qurtiga, albin-malbinlarini yedirib, ichirib, o'zgarishiga yaxshi bo'ladi akalar. Aka 25 dan narxi, pulini aytaylik. 25 dan narxi Fahriddin 3 million 800 ham yo'q. 3 million 700 ham yo'q. 600 ham yo'q. 3 million 600 ham yo'q. Aytdim-ku, bahorgi sezonga qaytamiz deb. Mana bir joyga olsin 3 million 500 ming so'mdan. Babaraka. Bahorda qo'yganmiz 3 million 500 dan qo'zilar narxini. Mana Qirg'izistonda qo'zisini ham 3 million 500 dan. Real akalar 3 million 500 ming so'mdan ketaveradi.
3 milyon 500 ming so'mdan Samarqandgacha yetkazib ham beraman Fariddin. Samarqandgacha yetib ham boradi. Voy talla bolisini ham 3 milyon 500 ming so'mdan mana. Yoqqanini baragasini Yoqqanini. bersa 3 milyon 500 ming so'mdan keyin yoqqan talla bolasi Optimga xayri kami sunnatlari bor. Qiziq akalarimizga tavsiya qilaveramiz a. Xudo xolasa ekran aslan nomerlarga aloqaga chiqsin. Xudo xolasa Eldor Arzonchi qo'y olaman deb telefon ushlagan odamni qo'y ishini bitiradi bugun. Qo'ldan kelgancha akalar ishni bitirishga harakat qilamiz. Bu so'nggisimi yana bormi aka? Yana bir partiya ojizalari bor, bokiralari. Partiyamizga Bokiralari, ojizalari olissin. Soni ham 11 dona Fariddin. Pulimni ko'paytiraman degan akalarga. 11 dona bir pachka. Oktyabr oyiga qo'chqar tashaveradi. Toza 5 ketdi. Qirg'iziston 5 ketdi qo'zilar. Haligitta Fariddin. Faqat sariq qo'y qirg'izlik bo'lmaydi. Qirg'izistondan qora qo'ylar ham chiqadi. Necha oylikdan aka? Bularda yosh oyligi 6,5 oylik. 6,5 oylik plus minus. Deb bergan menga misol uchun cho'pon. 6 oylik deylik. 6 oylik. 6 oylik yoshiga to'lgan qo'zilarda. Lekin aka bir-biridan zo'r holatda yaxshi dumbalar, tik dumba. qarang. Quloqlari ham aksariyat ko'piniki butun ekan lekin. Hammasi bir cho'pon, bir atar, bir qo'ra. Lekin chiroyli sovliqlar aka 11 dona. 11 dona. Quyruqlarni qarang. Yarishkalarni. Quyruqlarini bularda. Tik dumba. Narasi tikkadim ben. Fariddin bir joyga oldimdagi obunachilaringizga o'zi asli mana shu sovliqlar 4 million so'm bo'lyapti bozorda ham. Lekin Eldor Arzonchidan mana bir joyga olsin 38 dan Samarqandgacha yetkazib ham beraman. 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 mingdan Fariddin mana shuni 11 tani bir joyga oldim degan obunachilaringizga bor-ku, yana bitta bonus. Hop. 3 million 800 dan chiqardimmi? 3 million 800 dan yana bitta qo'chqarni ham qo'shib beraman oldiga. Qo'chqor ham qo'shib beramiz. Qo'chqarni ham qo'shib beraman. Mana shu bilan farq qilib, bir xil qilib. Aka 38 dan ham ozmas savdosi bor, 11 ta lekin chiroyli aka lekin. Telefon qilinsin. Telefon qilinsin, xayriga bir nima o'tib beradi. Xayri sunnatiga akalar o'tib beradigan yerda bor. Telefon qiling, aloqaga chiqing 3 million 800 ming so'mdan sovliqda yarachkalari. Bugunga shular a? Bugunga shular Fariddin. Yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa, aziz obunachilar oldindan uzr.